Bugun pensiyasini plastik kartaga oladigan har bir odam bilishi shart bo'lgan juda muhim masalani tushuntiraman. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nabiralariga, qarindoshlariga ham tegishli. Chunki ko'p hollarda pensionerning o'zi bank karta, SMS, ilova, komissiya, blokirovka yoki naqd pul yechish tartibini to'liq tushunmaydi va natijada puldan ayrilishi. Ortiqcha xarajat qilishi yoki o'z vaqtida pensiyasini ola olmay qolishi mumkin. Men bugun sizga pensiyani kartaga olishda nimalarga e'tibor berish kerakligini, oldin qanday bo'lganini, hozir nima o'zgarganini, kimlar xavotir olish kerakligini, kimlar esa bemalol davom ettirishi mumkinligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bitta kichkina xato ham bir oylik pensiya pulingizga ta'sir qilishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda aynan oddiy odamlar tushunadigan amaliy va foydali ma'lumotlarni berib boraman. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyasini naqd pul shaklida olardi. Mahallaga pochta bo'limiga yoki belgilangan joyga pul kelardi. Pensioner esa pasporti bilan borib imzo qo'yib pulini olardi. Bu usul ko'p odamlar uchun tushunarli edi. Chunki qo'lga naqd pul tegardi. Odam pulni sanab olardi, uyiga olib kelardi, kommunal to'lovini to'lardi, bozordan xarid qilardi, dorixonaga borardi. Ya'ni hammasi ko'z oldida edi. Lekin bu usulning ham muammolari ko'p bo'lgan. Masalan, pensioner belgilangan kunda uyda bo'lmasa yoki kasal bo'lib qolsa, pulni olish kechikardi. Ba'zi joylarda navbat bo'lardi. Naqd pul tashish xavfli edi. Katta yoshdagi odam uyga pul olib ketayotganini boshqalar bilib qolsa, turli noxush holatlar bo'lishi mumkin edi. Bundan tashqari, ayrim hollarda pulni yetkazish, hisob-kitob qilish, hujjatlarni yuritish ham vaqt olardi. Hozir esa pensiyalarni kartaga o'tkazish kengaydi. Ya'ni pensiya belgilangan kunda bank kartasiga tushadi. Odam xohlasa bankomatdan naqd pul yechadi. Xohlasa do'konda karta orqali to'laydi. Xohlasa kommunal to'lovlarni ilova orqali amalga oshiradi. Bir qarashda bu juda qulay. Lekin men mutaxassis sifatida aytaman. Qulaylik bilan birga mas'uliyat ham oshadi. Chunki karta degani faqat plastik kartaning o'zi emas. Bu PIN kod, SMS xabar, bank ilovasi, bankomat, komissiya, limit, firibgarlik xavfi, blokirovka, ishonchnoma va meros masalalarini ham anglatadi. Eng katta muammo shundaki, ko'p pensionerlar kartadagi pulni naqd puldek tasavvur qiladi. Lekin karta bilan ishlashda qoidalar bor. PIN kodni hech kimga bermaslik kerak. Kartani biroga topshirib qo'ymaslik kerak. Telefon raqami o'zgarsa, bankka xabar berish kerak. Karta yo'qolsa, darhol bloklatish kerak. Agar bular bajarilmasa, keyin pul yo'qolganidan keyin uni qaytarish juda qiyin bo'lishi mumkin. Endi pensiyasini kartaga oladigan odam nimalarni aniq bilishi kerak. Shuni birma-bir tushuntiraman. Birinchi narsa, pensiya kartaga tushgani bilan bu pulni faqat bankomatdan yechish shart emas. Ko'p odamlar pensiya tushishi bilan darhol hammasini naqd qilib oladi. Masalan, pensioner oyiga 20 million 200 ming so'm pensiya olsa, pul tushgan kuni bankomatga borib hammasini yechib oladi. Keyin uyda saqlaydi. Bu odat eski tizimdan qolgan. Lekin hozir ayrim to'lovlarni kartadan qilsa ham bo'ladi. Masalan, dorixonada karta qabul qilinsa, dori uchun karta bilan to'lash mumkin. Do'konda terminal bo'lsa, oziq-ovqat uchun karta bilan to'lash mumkin. Kommunal to'lovlar ham bank ilovasi orqali to'lanishi mumkin. Buning foydasi shuki, odam katta miqdordagi naqd pulni uyda saqlamaydi. Ikkinchi narsa, bankomatdan pul yechishda komissiya masalasiga e'tibor berish kerak. Hamma bankomat bir xil emas. Ba'zi kartalarda o'z bankining bankomatidan yechish bepul yoki arzonroq bo'lishi mumkin. Boshqa bankomatidan yechilganda esa komissiya olinishi mumkin. Masalan, pensioner 20 million so'm yechmoqchi bo'lsa, komissiya 1000% bo'lsa, 10 ming so'm ketadi. Kimdir aytishi mumkin, 10 ming so'm katta pul emas. Lekin pensioner uchun bu bir dona non, yo'l haqi yoki dorixonadagi arzon dori puli bo'lishi mumkin. Agar har oy shunday komissiya to'lansa, bir yilda 20 ming so'm bo'ladi. Shuning uchun men har doim maslahat beraman. Qaysi bank kartasiga pensiya tushayotgan bo'lsa, o'sha bankning bankomatlari qayerda joylashganini bilib oling. Uchinchi narsa, karta muddati tugashiga qarab turish kerak. Har bir plastik kartaning amal qilish muddati bo'ladi. Bu odatda kartaning old tomonida oy va yil ko'rinishida yoziladi. Agar karta muddati tugasa, unga pul tushishi, undan foydalanish yoki bankomatdan yechish bilan bog'liq muammo chiqishi mumkin. Masalan,
otaxon pensiyasini kartaga oladi, lekin karta muddati tugaganini bilmaydi. Pensiya tushgan deb o'ylaydi, bankomatga boradi. Bankomat kartani qabul qilmaydi yoki operatsiyani rad etadi. Odam vahimaga tushadi. Pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiyada emas, kartaning muddatida bo'ladi. Shuning uchun karta muddati tugashidan oldin bankka borib, kartani almashtirib olish kerak. 4-narsa, telefon raqami bank kartasi bilan bog'langan bo'lsa, uni o'zgartirganda albatta bankka xabar berish kerak. Hozir ko'p operatsiyalar SMS orqali tasdiqlanadi. Pul tushgani haqida ham xabar keladi. Agar pensioner eski raqamini ishlatmay qo'ysa, lekin bankda o'sha eski raqam qolsa, xabarlar boshqa joyga ketishi yoki umuman kelmasligi mumkin. Bundan ham yomoni, eski raqam boshqa odamga berilib qolsa, xavf paydo bo'ladi. Shuning uchun raqam almashtirilgan kuni bankka borib, yangi raqamni kartaga bog'latish kerak. 5-narsa, PIN kodni hech kimga aytmaslik kerak. Men buni juda qattiq ta'kidlayman. PIN kod bu sizning pulingizga kirish kaliti. Uni farzandga, qo'shniga, sotuvchiga, bankomat yonida turgan begona odamga, telefon qilgan noma'lum shaxsga aytish mumkin emas. Hatto odam o'zini bank xodimi deb tanishtirsa ham, PIN kod so'rashga haqqi yo'q. Bank xodimi hech qachon sizdan PIN kod so'ramaydi. Agar kimdir PIN kodingizni so'rasa, bilingki, bu juda xavfli belgidir. Mana oddiy misol. Onaxon pensiyasini kartaga oladi. Bankomatdan pul yechishni bilmaydi. Har oy qo'shnisining o'g'lidan yordam so'raydi. Birinchi oy 800 ming so'm yechib beradi. Ikkinchi oy ham yordam beradi. Uchinchi oy esa karta va PIN kodni bilib olgandan keyin onaxon bilmagan holda puldan foydalanishi mumkin. Men hamma qo'shnilar yomon demayapman. Lekin moliyaviy xavfsizlikda yaqinlikka emas, qoidaga tayanish kerak. Agar pensioner bankomatdan foydalana olmasa, eng to'g'ri yo'l bank xodimidan rasmiy yordam so'rash yoki ishonchli yaqin qarindoshi bilan birga borishdir. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Ikkinchi navbatda telefon va SMSni yaxshi tushunmaydiganlar. Uchinchi navbatda bankomatdan foydalanishni bilmaydiganlar. To'rtinchi navbatda kartasini doim boshqa odamga berib yuboradiganlar. Beshinchi navbatda tez noma'lum raqamlardan qo'ng'iroq oladigan va ularga ishonib qoladigan katta yoshdagi odamlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar pensioner kartasini o'zi saqlasa, PIN kodni hech kimga bermasa, SMS xabarlarini kuzatsa, bankomatdan yoki bank kassasidan pul olish tartibini bilsa, telefon raqami o'z nomida bo'lsa, karta muddati va bank shartlarini tekshirib tursa, u odam pensiyani kartaga olishdan bemalol foyda ko'rishi mumkin. Chunki karta orqali pul xavfsizroq saqlanadi, kerakli vaqtda yechiladi. Ba'zi to'lovlar uydan turib amalga oshiriladi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan istisnolar, yashirin nozik jihatlar va xavfli holatlar haqida gapiraman. Birinchi nozik masala, pensiya kartaga tushgan bo'lsa ham, ayrim qarzdorliklar yoki majburiy undirishlar bo'yicha bank hisoblariga cheklov qo'yilishi mumkin. Masalan, odamning aliment, kredit, jarima yoki sud qarori bilan bog'liq qarz bo'lsa, ba'zi holatlarda hisob raqamiga taqiq yoki yechim qo'yilishi ehtimoli bor. Bu masalada har bir holat alohida ko'riladi. Lekin pensioner shuni bilishi kerak. Agar karta birdan ishlamay qolsa, faqat bankni ayblashdan oldin hisobda cheklov bormi yoki yo'qmi aniqlash kerak. Bankdan ma'lumot so'rash zarur bo'lsa, majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotga murojaat qilish kerak. Ikkinchi nozik masala, karta yo'qolsa, vaqt juda muhim. Ba'zi odamlar kartani yo'qotadi, lekin 2-3 kun kutadi. Uyda qidiradi, qarindoshlardan so'raydi. Keyin bankka boradi, bu noto'g'ri. Karta yo'qolganini sezgan zahoti bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, kartani bloklatish kerak. Chunki kartani topgan odam PIN kodni bilmasa ham, ayrim joylarda kichik to'lovlar, internet orqali urinishlar yoki boshqa yo'llar bilan zarar yetkazishi mumkin. Ayniqsa karta bilan telefon raqami, SMS yoki ilova bog'liq bo'lsa, xavf yanada oshadi. Uchinchi masala. Pensioner vafot etganidan keyin kartadagi pul masalasi. Bu juda nozik, lekin hayotiy mavzu. Ba'zi qarindoshlar pensioner vafot etgandan keyin kartasidan pul yechib olishga harakat qiladi. Bu har doim ham qonuniy bo'lmasligi mumkin. Chunki odam vafot etgandan keyin uning hisobidagi mablag'lar meros tartibida ko'riladi. Agar ortiqcha to'langan pensiya bo'lsa, davlat organlari uni qaytarishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda yashirincha karta ishlatish emas, rasmiy tartibda pensiya organi, bank va notarius orqali masalani hal qilish kerak.
To'rtinchi masala ishonchnoma. Agar pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa yoki bankka borishga imkoniyati bo'lmasa, boshqa odam uning nomidan pul olishi uchun rasmiy ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Oddiygina bu mening o'g'lim yoki bu mening qizim deyish yetarli bo'lmaydi. Bank hujjat asosida ishlaydi. Chunki bank uchun eng muhim narsa pul egasining huquqini himoya qilishdir. Ishonchnoma notarial tartibda rasmiylashtirilishi, unda qaysi harakatlar uchun ruxsat berilgani aniq yozilishi kerak. Masalan, faqat pensiya pulini olishmi, karta almashtirishmi, hisob bo'yicha ma'lumot olishmi, bularning hammasi alohida ahamiyatga ega. 5-masala firibgarlar. Hozir eng ko'p uchraydigan holatlardan biri telefon orqali aldashdir. Firibgar qo'ng'iroq qiladi va kartangiz blok bo'ladi, pensiyangiz to'xtaydi. Yangi tartib chiqdi, kompensatsiya beriladi. Bankdan gapiryapmiz, SMS kodini ayting deydi. Men buni ochiq aytaman. SMS kod, PIN kod. Karta raqami, amal qilish muddati va orqa tomondagi maxfiy kodni so'ragan odamga hech narsa aytmang. Hatto u sizning ismingizni, tug'ilgan yilingizni yoki bank nomingizni bilsa ham, bu uning haqiqiy xodim ekanini bildirmaydi. Firibgarlar ko'pincha oldindan ma'lumot to'playdi. Masalan, pensionerga qo'ng'iroq qilib, sizga 30 ming so'm qo'shimcha to'lov chiqdi. Kartangizga tushirishimiz uchun kodni ayting deyishadi. Pensioner xursand bo'lib SMS kodni aytadi. Natijada firibgar uning ilovasiga kirishi yoki kartasidan pul yechishi mumkin. Keyin odam bankka boradi. Pulimni qaytaring deydi. Lekin agar odam kodni o'zi aytgan bo'lsa, pulni qaytarish juda murakkab bo'ladi. Shuning uchun eng kuchli himoya bu ehtiyotkorlik. 6-masala. Karta boshqa odam qo'lida yurmasligi kerak. Ba'zi oilalarda pensionerning kartasi farzandida turadi. Farzand har oy pulni yechib beradi. Agar oila ichida hammasi yaxshi, ishonch bor bo'lsa ham, men baribir tartib bo'lishini tavsiya qilaman. Chunki keyinchalik tushunmovchilik chiqishi mumkin. Masalan, pensioner 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. Farzandi 1 million so'mni olib keladi. 500 ming so'mni esa kommunalga to'ladim. Do'riga oldim, qarzni yopdim deydi. Agar chek, SMS'i yozuv bo'lmasa, keyin bahs paydo bo'ladi. Pul oilaviy janjal sababiga aylanadi. Shuning uchun har bir xarajat aniq bo'lishi kerak. 7-masala bank kartasidagi xizmatlar. Ba'zi kartalarda SMS xabarnoma pullik bo'lishi mumkin, ayrim xizmatlar avtomatik ulangan bo'lishi mumkin. Bu har oy kichik summa bo'lsa ham pensioner uchun seziladi. Masalan, oyga 5 ming so'm xizmat haqi olinsa, yilga 60 ming so'm bo'ladi. Bu pul katta ko'rinmasligi mumkin. Lekin pensiya hisobidan yashaydigan odam uchun har bir xarajat muhim. Shuning uchun bankdan kartamga qanday xizmatlar ulangan, qaysilari pullik, qaysilarini o'chirish mumkin deb so'rash kerak. 8-masala. Bankomat pul bermasa, lekin hisobdan yechilgan deb chiqsa. Bunday holat kam bo'lsa ham uchraydi. Masalan, odam 500 ming so'm yechmoqchi bo'ladi. Bankomat xato beradi, pul chiqmaydi. Lekin SMSda pul yechilgani ko'rinadi. Bunday paytda vahima qilmaslik kerak. Darhol bankomat joylashgan banka yoki kartani bergan banka murojaat qilish kerak. Vaqt, joy, bankomat raqami, summa, SMS xabari saqlab qo'yilishi kerak. Odatda bunday holatlar tekshiruv orqali aniqlanadi va pul qaytarilishi mumkin. Lekin ariza yozish, murojaat raqamini olish, javob muddatini bilish juda muhim. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Men buni har bir pensioner va uning yaqinlari bajarish kerak bo'lgan oddiy tekshiruv sifatida ko'raman. Avvalo, kartangiz qaysi bankka tegishli ekanini aniq biling. Bank nomini, yaqin filial manzilini va ishonch telefoni raqamini yozib qo'ying. Bu ma'lumot telefoningizda ham, uyda qog'ozda ham tursin. Chunki karta yo'qolganda yoki muammo chiqqanda odam internet qidirib o'tirishga vaqt yo'qotmasligi kerak. Keyin karta muddatini tekshiring. Kartaning old tomonidagi oy va yilni qarang. Agar muddat tugashiga 2 oy qolgan bo'lsa, bankka borib almashtirish tartibini so'rang. Odatda buning uchun pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Ba'zi hollarda eski karta ham talab qilinadi. Bankka borganda shunchaki kartamni almashtirmoqchiman demang. Bu pensiya kartasi pensiya tushishida uzilish bo'lmasligi uchun nima qilishim kerak deb aniq so'rang. 3-qadam. Telefon raqamini tekshiring. Bankdagi karta qaysi raqamga ulanganini aniqlang. Agar siz foydalanayotgan raqam boshqa odam nomida bo'lsa, kelajakda muammo bo'lishi mumkin. Iloji bo'lsa, raqam pensionerning o'z nomida yoki ishonchli tartibda rasmiylashtirilgan bo'lsin. Raqam yo'qolsa yoki SIM karta ishlamay qolsa, darhol bankka xabar berish kerak.
To'rtinchi qadam, pin kodni alohida saqlang. Lekin kartaning ustiga yozmang. Juda ko'p odam pin kodni qog'ozga yozib, kartaning yonida olib yuradi. Bu eng xavfli odatlardan biri. Agar hamyon yo'q bo'lsa, karta ham, pin kod ham birga ketadi. Agar pin kodni eslab qolish qiyin bo'lsa, uni begona odam tushunmaydigan usulda alohida joyda saqlash kerak. Eng yaxshisi pin kodni yodlab olish. 5-qadam, bankomatdan foydalanishni o'rganing. Agar pensioner o'zi bajara olmasa, bir marta bank filialiga borib, xodimdan tushuntirish so'rasin. Bankomat oldida tasodifiy odamlardan yordam so'ramaslik kerak. Agar yordam kerak bo'lsa, ishonchli yaqin qarindosh bilan boring. Lekin yaqin qarindosh ham pin kodni ovoz chiqarib aytmasin. Pensionerning o'zi tugmalarini bossin, yordamchi faqat tushuntirsin. 6-qadam, har oy pensiya tushganini tekshiring. SMS keladimi, bank ilovasida ko'rinadimi? Bankomatda balans chiqadimi? Buni bilish kerak. Agar pensiya odatda oyning ma'lum kunida tushsa, lekin bu safar tushmasa, darhol vahima qilmang. Ba'zan dam olish kuni, bayram, texnik jarayonlar sabab biroz kechikish bo'lishi mumkin. Lekin bir necha kun o'tsin, pensiya bo'limi yoki bankdan ma'lumot olish kerak. 7-qadam, xarajatlarni yozib boring. Ayniqsa karta boshqa odam yordamida ishlatilsa, har bir yechilgan summa yozilishi kerak. Masalan, 1.200.000 so'm pensiya tushdi. 400.000 so'm naqd olindi. 2.000 so'm doriga ketdi. 1.000 so'm kommunalga to'landi. 1.000 so'm oziq-ovqatga sarflandi. Qolgan summa kartada turibdi. Bu oddiy daftar katta muammolarning oldini oladi. Qarindoshlar o'rtasida ham ishonchni saqlaydi. 8-qadam, noma'lum qo'ng'iroqlarga ishonmang. Agar kimdir telefon qilib, bankdanman, pensiya jamg'armasidanman, kartangizni tasdiqlash kerak desa, siz hech qanday kod aytmang. Gapni tugating va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Farqi shunda, firibgar sizga qo'ng'iroq qiladi va shoshiradi. Haqiqiy tekshiruvda esa siz rasmiy raqam orqali murojaat qilasiz. 9-qadam, agar kartadan pul yo'qolsa, vaqtni cho'zmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling. Kartani bloklating, oxirgi operatsiyalarni so'rang, ariza yozing. Arizada sana, vaqt, summa, qanday holatda bilib qolganingizni aniq yozing. SMS xabarlarini o'chirmang. Bank ilovasidagi tarixni saqlang. Agar firibgarlik bo'lsa, ichki ishlar organlariga ham murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. 10-qadam. Pensiya organlari bilan ma'lumotni yangilab turing. Pasport yoki ID karta almashsa, yashash manzili o'zgarsa, telefon raqami o'zgarsa, bank rekvizitlari o'zgarsa, bu ma'lumotlar tegishli joylarda yangilanishi kerak. Chunki eski ma'lumotlar sabab pensiya kechikishi yoki hujjatlarda nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Men yana bir muhim narsani aytaman. Pensiyani kartaga olish yomon narsa emas. Aksincha, to'g'ri ishlatilsa, bu qulay, tez va xavfsiz. Lekin karta bilan ishlash madaniyati bo'lishi kerak. Naqd pulni hamyoningizda qanday ehtiyot qilsangiz, kartani undan ham ko'proq ehtiyot qilishingiz kerak. Chunki naqd pulni kimdir olsa, faqat qo'lingizdagi summa ketadi. Karta ma'lumotlari qo'lga tushsa, hisobdagi bor pulga xavf tug'iladi. Farzandlar va nabiralarga ham alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz yoki bobo-buvingiz pensiyasini kartaga olayotgan bo'lsa, ularni yolg'iz tashlab qo'ymang. Ularga bankomatdan foydalanishni tushuntiring. Lekin ularning pulini nazorat qilish bahonasida hamma narsani o'zingizga olib olmang. Pensionerning puli uning shaxsiy mablag'i. U odam o'z pulini qayerga sarflashini bilishga, hisobini ko'rishga, kartasini o'zi saqlashga haqli. Yordam berish boshqa, pul ustidan to'liq hukmronlik qilish boshqa narsa. Agar pensioner yura olmaydigan bo'lsa, rasmiy yo'l bilan ish qiling. Ishonchnoma rasmiylashtiring. Bankdan tartibni so'rang. Pensiya organlari bilan maslahat qiling. Og'zaki kelishuv keyin muammo tug'dirishi mumkin. Hamma narsa hujjatli bo'lsa, pensioner ham himoyalanadi, yordam berayotgan qarindosh ham keyin ayblov ostida qolmaydi. Yana bir hayotiy misol keltiraman. Bir otaxon pensiyasini kartaga oladi, o'zi esa bankomatga borishga qiynaladi. Har oy nevarasiga kartani beradi. Nevarasi pulni yechib keladi. Bir kuni kartadan oldinroq 300.000 so'm yechilgan bo'ladi. Otaxon nevarasidan shubhalanadi, nevara esa olmaganini aytadi. Keyin qaralsa, karta ma'lumotlari internetdagi noto'g'ri to'lov saytiga kiritilgan bo'ladi. Agar SMS xabarlar vaqtida tekshirilganda va karta darhol bloklanganda zarar kamayishi mumkin edi. Demak, muammo har doim yaqin odamda emas, ba'zan ehtiyotsizlikda bo'ladi. Yana bir misol. Onaxon bankomatdan 7.000 so'm yechmoqchi bo'ladi.
Bankomat pul bermaydi, lekin SMS keladi. Onaxon endi pulim ketdi deb uyiga qaytadi va bir hafta o'tib bankka boradi. Bu yerda xato shuki, darhol murojaat qilish kerak edi. Bankomat xatosida vaqt, bankomat joyi, summa va ariza juda muhim. Qanchalik tez murojaat qilinsa, masala shunchalik aniq tekshiriladi. Bugungi gapning asosiy mazmuni shuki, pensiyani kartaga olish qulay, lekin har bir pensioner karta xavfsizligi, komissiya karta muddati, telefon raqami, pin kod, bankomat va firibgarlik xavfini bilishi shart. Bu oddiy narsalar bir qarashda mayda ko'rinadi. Lekin aynan shu mayda xatolar odamni pensiya pulidan mahrum qilishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq kartangizni tekshiring. Muddat o'tmaganmi? Telefon raqamingiz to'g'rimi? SMS xizmati ishlayaptimi? Bankning rasmiy raqami qo'lingizdami? Pin kodingiz xavfsizmi? Agar ota-onangiz yoki bobo-buvingiz pensiyasini kartaga olsa, ularga shu videodagi gaplarni tushuntiring. Bu nafaqat pulni asrash, balki katta yoshdagi insonlarning xotirjamligini saqlash uchun ham kerak. Siz pensiyani kartaga olishda qanday muammoga duch kelgansiz? Bankomat, komissiya, karta bloklanishi yoki firibgar qo'ng'iroqlari bo'yicha tajribangiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot pensiyasini kartaga oladigan har bir inson uchun juda zarur.